Menga qarasang esing joyidami? Nima qilursan, tinchlikmi? Yur. Men senga bitta surpriz tayyorlaganman. Surpriz? Erta qilsak bo'lmaydimi? Men joyida hal qilishni yaxshi ko'raman. Jo'rda uyqub kat, erta qilaylik. Kirib keyin. Ko'rasan hozir surprizni. O'rtoq qali, yarashibdimi? Zo'r, yarashibdi. Gap yo'q. Gap yo'q, lekin yarim kechasi ham ishlar ekan-a? Ha, Olmax kiyim do'koni 24/7 ishlaydi. Menga qara. Bu yarim kechasi uyimdan olib chiqib usti boshqa beryapsa, nimadir reja qo'ysan-a? To'g'risini. Maqsad nima? Maqsadmi? O'sha. Nima bu? Bu meni eski kiyimlarim. Kiyimingga qo'shib kiyasan. Hadiya. Esing joyidami? Ha, eski kiyiming bo'lsa tashlavor. Meni yangisini olib beryapsan-ku. Muammolarimni-chi? Bersam olasanmi? Muammo? Dardlarim ham bor. Ularni ham qo'shib beraman. Ko'tarib yura olasanmi? Menga qara. Yarim kechasi meni uydan olib chiqib olib, dardim, muammoyim, hayotim deysan? O'sha qizig'i yo'q. Qara. Eski kiyim bersam kiymaysan. Muammoyim kerak emas. Dardlarimni-yu umuman ko'tarib yura olmaysan. Lekin meni shaxsiy hayotimga aralashishga juda ham ustasan. Men hammasini bilaman. Orqamdan nimalar deganingni-yu, nima bo'xtolar to'qiganingni. Bundan keyin agar shaxsiy gaping bo'lsa, meni yuzimga gapir. Ana shu yer keyin ishi bo'ladi. Mana bu burun nafas olish uchun yaratilgan, birovning hayotiga tiqish uchun emas. Ustingdagi kiyimlaringni hammasini puli to'langan. Bu senga hadiya. Bu yangi kiyimlarni bulg'ab yurma. Birovning hayotiga aralashib.